kulganimga ishonmang. Ha aka, tinchlikmi ha? Ukam, mani yaxshilab eshit. Vaqtim kam. Nima bo'lyapti aka? Tushuntiribroq gapiring. Tinchlikmi o'zi? Yo'ldan odam urib oldi. Qo'rqqandan qochib ketdim. Hazillashmang. Gapimni bo'lma. Mani yaxshilab eshit. Hadimi mani topshadi. Oilam, farzandlarim endi senga omonat. Bu yog'i endi peshonamdan ukam. Mashinani kaliti o'zidami? Nimaga ukam? Mashinani rulida. Siz emas. Taniydi. Nimalar deyapsan? Yoshlik qilma. O'zim qilgan xatoyimga o'zim javob beraman. Yoshligimizda bilib bilmasdan xato ish qilib qo'ysam, uydagilar ukam urishmasin deb hamma aybni o'zingiz bo'yningizga olardingiz. Endi bu safar mani galim.